9-hafta birinchi test tahlilini boshlaymiz. Demakki, mana bu yerda birinchi savol bor va haddan keyin car so'zi kelgan. Ya'ni mana bu qoida bo'lyapti. Ya'ni kim have, get hamda make so'zlaridan keyin plus jonsiz predmetlar keladigan bo'lsa, har doim yodda tursin, fe'lning 3-chi shakli ishlatiladi. Ya'ni fe'l 3 forma ishlatiladi. Bu yerda fe'l 3 formaga to'xtaladigan bo'lsak, bu A variantda damaged fe'l 3 forma, B variantda damaging bu ing qo'shimchasini olgan, fe'lning 3-formasida asosan ed qo'shimchasi olinadi yoki fe'l noto'g'ri tuslanishga ega bo'lib, shakli to'lig'icha o'zgargan bo'lishi kerak bo'ladi. Was damaged da to'g'ri zamon qoidasiga binoan gap tuzilib ketyapti. Damaged esa fe'lning birinchi shakli kelgan. Bu narsalar mos kelmaydi. Had his car ga qoida bo'yicha damaged so'zini tanlaymiz. Ikkinchi savol ham have my computer deyilgan. Have ya'ni had ni hozirgi zamon shakli. Bu ham xuddi shu narsa, fe'l uchni talab qilyapti. To'g'ri javob ed qo'shilgan so'z bo'ladi. Chunki check bu yerda to'g'ri fe'l. Check javobini tanlaymiz. Qolgan variantlar to'g'ri kelmaydi bu o'rinda. Chunki qoidada aytildi fe'lning 3-formasi deb turing. Uchinchi savol. Uchinchi savolda xo'p. Crime so'zi bor bu yerda. So'zni tanlashga doir savol ekan. Aytilyaptiki, you have never sen hech qachon crime. Jinoyat sodir etmoq degani commit a crime degan so'z bor ingliz tilida. Jinoyatni sodir etmoq degan ma'noni bildiradi. Qolganlari to'g'ri kelmaydi. Stol o'g'irlamoq, arrest qamoqqa olmoq, robber o'g'irlik qilmoq degani crime esa jinoyat. Commit esa sodir etmoq degan ma'noni bildiradi. 4-savol. Olmoshlarga doir savolni ishlashda birinchi nuqtalardan keyingi o'ringa diqqat qilishimiz kerak. Village bu yerda otning birlik yoki ko'plik shaklini aniqlab olishimiz kerak. Village bu yerda birlik sonda kelgan. Demak, all har doim ko'plik ot bilan keladi, birlik bilan kelmaydi. Birlik bilan kelishi mumkin qachonki ot sanalmaydigan bo'lsa. A variant ketdi. B variant much sanalmaydigan ot bilan keladi. Village bu yerda birlikda sanaladigan ot to'g'ri kelmaydi. Many ko'plik ot bilan keladi. Village birlik ot mos emas. The whole bu yerda the whole birlik ot bilan keladi va ishlatilish jihatdan to'g'ri. The whole village degani butun bir qishloq ma'nosini bildiradi. 5-savol. Dunyodagi eng katta shahar deb so'rayapti. Who kim? Shaharga nisbatan kim so'rog'i berilmaydi. Nima uchun deyilmaydi? When qachon bo'lmaydi, chunki paytni so'ramayapti. What ni qo'ysak to'g'ri keladi. What qaysi degani. Dunyodagi eng katta shahar qaysi deya so'roq berilmoqda. 6-savol. Noise birlik sanalmaydi. Ana endi qo'yamiz. Much sanalmaydigan ot bilan keladi. So'z muchni darakkabda ishlatilishiga asos bo'ladi va bu to'g'ri. Tursin. Such dan keyin a lot of dan kelishi to'g'ri, lekin a lot of dan keyin noise kelishi xato, chunki a lot of dan keyin ko'plik ot kelishi kerak. Xato shunga ko'ra. Many dan keyin more ni kelishi to'g'ri, chunki many o'zidan keyin qiyosiy sifatni talab qiladi, lekin more ni ishlatilishi uchun gapda then kerak. Bu yerda esa then mavjud emas, ketdi. The variant too much darakkabda ishlatilishi uchun asos, much o'zi asli inkor gapda ishlatilishi kerak. Sanalmaydigan ot bilan keladi, sanalmaydigan ot turibdi. To esa mashina darakkabda ishlatadigan asosiy belgi. Endi biz qaysi birini tanlaymiz? A nima, D nima degan joyga qaraymiz. Keyingi gapning qismlariga qaraymiz. For mana bu yerda to'ldiruvchi olmosh to fe'l bir keladigan formula faqat mana bu to plus sifatda bor. Buni avvalgi darslarda ham aytganmiz, ya'ni avvalgi video testlar tahlilida ham. Ya'ni to plus sifat plus for plus to'ldiruvchi plus to fe'l bir degan qolip bor o'zi. Bu o'rinda so'ni ishlatish xato bo'ladi-da o'zi aslida. To'g'ri javob D variant bo'ldi.
Yettinchi savol, yesterday degan so'zga qaraymiz modallarni ishlashda. Need hozirgi zamon, must hozirgi zamon, should hozirgi zamon. O'tgan zamonga aloqador bo'lgan bitta B variantda bor ekan. Demak, shunday qilib 8-savolga o'tamiz. ASD zamon jihatdan chiqib ketdi yesterday borligi uchun. 8-savol. Modallar, modallar deyman, artikellar. Artikellarga doir savol. Demak, gapda in American literature of that period degan e'tiborli bo'lamiz. O'sha davrning deyilgan. O'sha davr bu yerda aniq ko'rsatib qo'yilgan va shuning hisobiga bu yerga noaniq artikelni biriktirishimiz xato bo'ladi. Aniq artikel qo'yishimiz kerak, chunki o'sha davrning Amerika adabiyoti deyilgan va atoqli otlar bilan turdosh ot kelib of orqali aniqlikni bildirsa aniq artikelni olish shart va keyingi qismda ham literature of England in the Middle Ages degan narsa bor. O'rta asrlardagi ingliz adabiyotida ham bu yerda aniqlik saqlanib qolganligi uchun har ikkala tomonga aniq artikel beramiz va to'g'ri javob bu o'rinda C variant bo'ladi. 9-savol. For o'zidan keyin gap talab qilmaydi. Bu yerda she keyin butun boshli bir gap bo'ladi, ya'ni ega kesim. When dan keyin ega kesim keladi, to'g'ri tursin. Since dan keyin ega kesim keladi, to'g'ri tursin. Until dan keyin xuddi shunday ega kesim keladi, tursin. Lekin degan joyi bor. Mana bu yerda has been ill. Hozirgi tugallangan zamon, keyin past simple. Yodda tursin, hozirgi tugallangan zamon bilan past simple ni bog'laydigan bitta so'z bor. U ham bo'lsa since. Boshqasi bog'lamaydi. Mana bu formula bor. Ya'ni have yoki has plus fe'lning 3-shakli virgul since degan narsa bor, keyin plus ega fe'l 2 keladi. Ya'ni ega fe'l 2 bu past simple degani. Mana shu formula bor. To'g'ri javob B varianti. 10-savol. Find dan keyin to'ldiruvchi keladigan bo'lsa, undan keyin odatda sifat kelishi kerak. Sizlar o'ylashingiz mumkin, find bu yerda fe'ldan keyin ravish deb ly olgan qo'shimchali so'zni tanlab qo'yish mumkin. Lekin bu boshqa narsa, bu boshqa qoida. Umuman find bu yerda o'zidan keyin plus to'ldiruvchi qabul qiladigan bo'lsa, deb hisoblamoq ma'nosida keladi. Topmoq ma'nosida emas. Topmoq ma'nosida kelsa ravish qabul qilaveradi. Bu yerda hisoblamoq ma'nosida kelganligini hisobiga sifat keladi. To'g'ri javob C variant hard bo'ladi. 11-savol. 11-savolda e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda sifatdoshni qoidasi bor. Asli mana bu qoida bor. Xo'p. Menejet o'tgan zamonda mana shu o'rinda sifatdosh qoidasiga ko'ra ikki xil qolib kelish kerak. Xo'p. Birinchisi, masalan, oddiygina qilib ko'rsatamiz. Reduced fe'l 2 shaklda kelishi kerak yoki having reduced shaklida turishi kerak. Reduced dan keyin to'g'ridan to'g'ri plus past simple keladi. Bundan keyin ham xuddi shunday, faqat past simple kelishiga yarasha having reduced plus vaqt ibora bo'ladi. Ya'ni reduced da berilsa bir ish harakat tugab, ikkinchisi ketma-ketlikda bajarilganligini ifodalasa, having reduced esa ma'lum bir vaqt o'tib keyingi bir ish harakatni bajarilganligini ifodalanishi keladi va bu narsaga belgi beriladi. Gapga qarasak, bu yerda hech bir belgi berilmagan. Shuni hisobiga reduced shaklini olamiz. C variant xato, B variant, D varianti bu o'rinda kelish xato. Chunki narxlar ko'tarilgandan keyin degan tarjimani faqat A variant beradi. Qolgani to'g'ri kelmaydi. 12-savol. If dan keyin present simple kelgan va undan keyin will shall kelishi kerak. To'g'ri javob bu yerda D variant bo'ladi.